alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Men haligi. Jiming. O'zim topaman. Siz eringizdan shubhalanasiz. Voy to'ppa-to'g'ri opajon. Ko'ngli bo'lmay qolgan. Topdimi? Odamlaringiz aytdimi? Yo'q, buni odamlar aytgani yo'q. Sizdan kelayotgan mochkichilik hididan odamlarni bezovta qilish shart emas. Shunda bilsa ham bo'ladi. Voy yo'q, unaqa deysiz. Yoshingiz ayting menga. Yoshim 30 da. Ammo o'ylovdim bunaqa odamlar biladi. Bu yuzingizga qator ajinlarga qarab, yoshingizni odamlarni butkul tuqqan ota-onangizdan topisha olmaydi hozir. O'rgiling. Shu stressdan shunaqa bo'lib ketdi opa. Mayli. Xavotir qilmang, hal qilamiz. Yo'li bor, yo'li bor. O'zi qancha deb yuzingizga o'q otib turasiz, menga shuni ayting. Yuzimga har kuni o'qib qilaman. Nimaga o'xshamayapti? Xo'p, bo'lmasa bir chekkadan boshlang. Nima bilan yuzingizni yuvasiz? Yuzimni original so'm bilan. So'm. Bekor qilibsiz shuni. Siz yuzingizni kirib yuborgan poрошок bilan yuvishingiz kerak. Shunda mana shunday bo'lgan bo'lardi. To'jimini. Ey, nechinchi asrda yashayapsiz? Kosmetologlar sovunni yuzga bekor qilganiga qancha bo'lib ketdi? Unda internetda blogerlarni kuzatib o'rgancha, ozgina kosmetologlar yuz parvarishi degan narsalarga qaraylik, tariflar guruhlari degan narsalar bor. Qizlar hammasini o'rgatib qo'yishgan. Yuzni umuvalkalar bilan yuvish kerak. Mayli davom eting. Yuzingizga qanaqa kremlar, nima durlar surasiz, o'zi maskalar, nima qoplarni. Qilaman, pomidor bodringlarni qo'yaman. Endi aynan pomidor bodringni achishib qilib yeng. Hozir sizga bunaqa kompaniyalar necha yillar tajribalar o'tkazib, bosh qotirib, olimlar o'qib chiqib, bunaqa kremlarni yaratib bergan. Sizga mana bunaqa kremlar bering, mana eshitgan kremlar chiqqan, mana ko'zga, mana yuzga qilib, avvalosi bularni ishlatsangiz, yuzingizdagi ajinlarni tekislab, yuzingizga yorqin nur bag'ishlab turadi. Mana faqat krasovniz o'rniga mana umuvalkada chiqqan, baraka top bu. Mana mashilada yuzingizni yuvsangiz, mana ajinlar shuni qarishni oldini olib beradi. Bu yuzingiz 30 yoshingizda 50 yoshlarning yuziga o'xshab ketgan. Keyin mana faqat o'zini sizga ko'rsatmasam qolmabdi, mana atirlar borlarni deyman. Mana shuni ishlataman. Hozir shunday sepib Mana sepib qo'yganman. Lekin bu atir hid kelmadi sizdan. Qovurilgan moshxo'rdan yo'q, moshkichidan tayyor qilgan moshkichidan. Ovqat kelmayotganmidingiz? Yo'q. Unda aytingchi, menga necha pulga olgandingiz buni? 150 Ha, ming. gap yo'q dedi, 150 mingga. Endi aynan 150 mingga bu Oriflame kompaniyasining Toshkentdagi direktori janob Xo'dizam xotiniga olib bera olmasdi. Men direktor bo'lsa 150 ming narxga olib bera olmaydi. Chunki bu atir o'zi 150 ming chiqmaydi anchadan. Yoki siz miloddan avval Oriflame endi tutib qo'yib qilayotganda olgansiz. Sira o'tib qolib shunaqa qilib bo'lgan bo'lmasa. Yo'q, yoki yaqinda siz bozorda. bozordan olganmisiz yaqinda. Bo'ldi, siz shuni bilingki, o'rgiling. Qachon siz bozordan narsa olsangiz, bu to'g'ri biling, u Oriflame emas. Chunki Oriflame bozorga mahsulot chiqarmaydi. Oriflamening maqsadi shuni zavoddan olib, shuni sizning qo'lingizga yetkazib berish. Hattoki arzon narxlarda yetkazib berish. Shunday ekan, agar siz buni birorta bozorchidan olgan bo'lsangiz, bo'ldi, siz uni ana mochkichirini tayyor qilgan suvidan tayyorlangan deb hisoblaysiz. O'shaning uchun sizdan o'sha ehtiyot o'rgiling. Endi o'rgiling. Mana oyog'ingiz ham ko'rinib turibdi. Bir yoshligingizdan beri bir evitilmaganga o'xshaydi. Yo'q, evitib ishqalab turaman. Evitilib ishqalab turasizmi? Kremni ham surasiz. Endi sizga mana bunaqa fitap oyoq kremlarini tavsiya qilaman. Faqat shu tomoningizni malham bo'ladi. Endi buni bu oyog'ingizga, bu nima deydi, krater bo'lib yotgan oyog'ingizga ishlatsangiz foyda bermasligi aniq. Buni chorasi mana bunaqa pilka tyorka deydi buni. Mana oyog'ingizga yutganingizdan keyin pilka tyorka sozlaysiz, dag'al qatlamlari ketadi. Ana undan keyin buni surib olsangiz, ana unda bir kunda 1 soatda oyog'ingizni hal qilib olsangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Qancha turadi hammasi? Bu mahsulotlar tursa bir 600, 700, 800 dollardan qancha hisoblab ko'rish kerak. Ko'ryapsizmi, qimmatda bola chaqadan orttira olmaganmiz shu To'g'ri, paytgacha. menga qarang. Siz yaxshisi ularni olmang. Siz pulingizni yig'ing. Sizga pul kerak bo'ladi yaqin o'rtada. Nimaga Chunki bu ketishda yaqinda siz bolalaringizni yolg'iz o'zingiz katta qilishingizga to'g'ri keladi. Ana o'shanda sizga pul kerak bo'ladi. Pullarni yig'ing. Voy, nega unaqa deysiz? Ha, shunaqa ekan bo'lmasa odam o'ziga ham qarash kerak. Mana bekorga samolyotda oldin o'zingga himoya nimalarni taqqin, keyin bolangga taqqin demaydi-da. Hattoki bolangiz birinchi o'rinda bo'lsa ham, oldin o'zingga taqqin, o'zing